Salom do'stlar, sizlar bilan Prosadillar. Yana biz Savitda o'ynamoqdamiz. Portugaliya komandasi tushdi. Hozir ko'ramiz. Agar yutsam, like va obuna bosib qo'yasizlar. Mana tarkiblar Ispaniya va Portugaliya bilasizlar. Albatta ajoyib o'yin ketadi. Mana Mohib degan bachcha ekan. Bangladeshlik. Biz har doimgidek O'zbekistonlik. Hozir men shu hujumda uraman. Like va podpiska bosasiz. Mana super gol. Mana ajoyib gol bo'ldi Rafael Leo'dan. Super gol. Mana boshlandi. Rafael Leo'dan Vitinyaga Oyarzabal Mendes top bilan Vitinha Cristiano Rafael Leo Nevishda top pas bu yoqqa Leo Llorente olib qo'ydi zarba va oy darvozabon qaytarib qoldi. Outdan to'p o'yinga kiritiladi. Mana bu yoqqa to'p o'tmadi afsuski. Lamin Yamal to'p bilan. Lamin Yamal Rafael Leo Rafael Leo yana bir marta to'p bilan surmoqda. Bir hali mana tarkibni ko'rib olishingiz mumkin. Hamma statistikaga e'tibor beramiz. Rafael Leo 7 ball bilan hozirda birinchi o'rinda turibdi. Mana o'yinni ham boshlaymiz. Boshladik ham. Olmo maydonga tushdi. Fabian Ruiz maydondan olib tashlandi. Trinko pas berdi, lekin zarbaga yo'nalib ketdi pasi. Mana to'p bilan Cristiano oldirib qo'ydi. Bu yoqqa pas Lamin Yamal to'p chiqadimi? Yo'q, chiqmadi, lekin yo'q. Diogo Costa qaytarmoqda. Bu yoqqa Rafael Leo'ga to'p o'tmadi. Pedri, Nico Williams. Agarda hozir yutsam, like va podpiska bosib qo'yasizlar. Iltimos, obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana bu yoqqa biz FC Mobile ham o'ynaymiz. Lekin kanal nomi Prosadils bo'lsa ham. Mana qidiruvdan kirib Prosadils deb yozing va bizni kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana tarkiblar zamina qilib olamiz. Bernardo Silva maydonga tushadi bizdan. Mohib degan bir bola ekan. Bangladesh yana bir marta eslatib o'taman. O'yin tugashiga bor. Ikkinchi taym boshlanmoqda. Do'stlar, ikkinchi taym ham boshlanmoqda. Bu yoqqa Nico Williams to'p. Williams va Diogo Costa to'pni egallab oldi. Bu yoqqa qoladimi? Yo'q. To'p chiqib ketdi. Marcos Llorente otib beradi. Lamin Bobolo. Cristiano to'p bilan Cristiano. Agar hozir ursam like va podpiska bosasiz, endi bosmasangiz ham bo'ladi. Burchakdan solaman hozir. Burchakdan olish osonroq men uchun. Gol bo'ladi hozir. Mana aytganimdek Joao Cancelo gol urdi. Lekin Joao Cancelo deganim yo'q, prosta gol urdim. Ana endi like va podpiska bosib qo'ying. Mana Rodri oltin to'p o'g'risi to'p.
Oldin to'p o'g'risida to'p. Mana u o'kkari. Oltin to'pni oqlaymadi. Qoralab tayladi. Ruben Neves maydonga tushdi bizdan. Yo'q, Neves olib taylandi. Neveslar. Mana Bruno Fernandes bu yoqqa pas bo'ladimi? Ronaldoga pas. Uzr. Qo'lim tegib ketdi. To'p turadigan holat sizlarda ham bo'lgan. Aniq bilaman buni. Bironta akkaunt ham tashlayman. Har bir akkaunt kerak bo'lsa yozsalangan bo'ladi. Menda Instagram ham bor. Ozodbek 24090. Ana shundan lich yozsalang har bir akkaunt tashlab beraman. Faqat aktiv bo'lib turishlaring kerak. Aktiv bo'lib turinglar. Mana Ruben Diasga qizil beriladimi yo sariq? Qizil beriladi. Red card misses next match. Keyingi o'yinda Ruben Dias tushmaydi maydonga. Afsus. Zerbetto Kamarit urardim. Mana bu qanotdan hujumga pas. Yo'q. Unai Simon emas ekan. Raya ekan. Uzr. Barkali deb. Uzr. Siz debman. Uzr. Tilim siybadan chiqib ketdi. Uzr. Mana bu yoqqa urib ketadimi? Yo'q, urolmaydi mana. Nuno Mendes full time 2-0. Albatta biz Sabitani yutishimiz kerak. Va yutamiz ham. Xayr, sog' salomat bo'ling.